Oy baland bo'lgandagina mavjud bo'ladigan, butun oilalar iz qoldirmasdan g'oyib bo'ladigan, shamolda shivir-shivirlar va yerning dahshatli sukunatini qoldiradigan joy. O'zbekistondagi qishloqlar uning la'natini chaqirish uchun uning nomini aytishning o'zi kifoya deb o'ylashdan ham qo'rqadigan joy haqida eshitganmisiz? Tuman va ichkariga kirgan sayohatchi hech qachon qochib qutula olmaydi va bu kecha siz kirishga jur'at etgan odamning dahshatli hikoyasini eshitasizmi? Karim toshkentlik yigit bo'lib, dadil, bilimli, eski xalq og'zaki ijodiga befarq bo'lib, togasi safardan rangi oqarib, qaltirab qaytganida, qorong'u tunda Taqir Farg'ona vodiysidan sharpali qishloq paydo bo'lganini ko'rdim, deb qasam ichganida. Karim mashaqqatdan charchaganidan, hali ham aqldan ozganidan kulib yubordi. Amakisi ta'riflagan qora kozli bolalar uning xayollariga panjasini o'tkaza boshladilar. Qiziquvchanlik havasga aylanmaguncha har kecha kuchayib bordi va nihoyat oilasining umidsiz ogohlantirishlariga qarshi Karim haqiqatni o'zi ko'rish uchun yo'lga tushdi. Vodiyga olib boradigan yo'l galati, juda jim edi. Go'yo yerning o'zi nafasini ushlab turgandek bo'lgan shunday sukunatki, itlar hurmas, boyqushlar urmas, hattoki shamolning shivirlashi ham otlarni qo'zg'atmas. Karim umurtqa pogonasidan qaltirab o'rmalaganini his qildi, lekin o'ziga o'zi xayolotdan boshqa narsa emas, deb oldinga intildi. Oyog'i ostidagi yorilib ketgan tuproq, suyakdek sochilib yotgan tikanli butalar, bomboshlikdan boshqa hech narsa bo'lmaguncha soatlar o'tdi va u deyarli orqaga o'girildi, tuman ko'tarilguncha. Sekinasta qo'rqinchli tushdek, tuman ichidan uylarning konturlari paydo bo'ldi. Pishiq yog'och eshiklar shamolsiz tebrandi. Fonuslar xira moviy olov bilan miltilladi. Maydon chetida baland ko'tarilgan singan minora chandiqdek ortadan yorildi. Hikoyalar haqiqat ekanini anglagan Karimning nafasi rost bo'ldi. Lapata Gaon uning oldida tirik, imkonsiz va kutayotgan edi. U ichkariga kirdi. Har bir oyog'i g'ayritabiiy darajada jaranglab, ko'chalar huvillab ko'rinsa-da, o'zini kuzatib turgandek his qildi. Go'yo har bir soyadan kozlar uni kuzatib turgandek, terisi pirshirdi. Keyin bir ovoz uni qotib qoldi. Bolaning kulgisi, zaif, oynoqi, lekin noto'g'ri, ota ichi bosh, orqasiga o'girilib qarasa, ularni ko'rdi. Ikki bola, qo'llari qorayib, olimdek qizarib, tishlari oqarib ketgan qiz. Hech qanday odamga tegishli bo'lmagani uchun juda o'tkir edi va u javob berishga ulgurmasdan, ular kulib, bir xiyobonga otildilar. Kulgilari devorlardan sachrab, uni la'nati qishloqqa chuqurroq tortdi. Karim har qanday instinktga qarshi, qishloqning o'zi boshliqni burab qo'ygandek g'ayritabiiy tarzda cho'zilgan xiyobonga ergashdi. U quruq favvora turgan markaziy maydonga qoqilib tushdi va u yerda o'nlab qishloq aholisi, erkaklar, ayollar, bolalar, xuddi abadiy ibodat qilgandek boshlarini egib, jimjit va qadimiy tilda tushunishga harakat qildi. Ular bir ovozdan boshlarini ko'tardilar. Ichi bosh kozlari unga qaradi va birdek pichirlashdi: "Biz bilan qoling." Yuragi gursillab ketdi. U orqaga qoqildi, lekin ular birdek harakat qildilar, yaqinlashdi. Ularning yalang oyoqlari tosh ustida sudralar, ularning shivir-shivirlari kuchayib, uning bosh suyagi ichida qolgandek chaqirar, talab qiladi. Va'da beradi va Karim o'girilib yugurar. Fonar vahshiy tebranib, o'z oyog'idan ham tezroq ergashayotgandek dahshatli soyalarni tashlar edi. U eng yaqin uyga bostirib kirdi, orqasidan chirigan eshikni taqillatdi, lekin ichkarisi bundan ham battar edi. Devorlari bir oilaning portretlari bilan qoplangan, lekin u qaraganida bo'yalgan ko'zlari qimirlagan. Ogizlar shafqatsiz tirjayishlarga aylangan va portretlardagi odamlar birin-ketin boshlarini burib, unga tikilishgan. Orqasiga sovuq bir narsa tekkanida, uni sovuq tutdi va u o'girilib qarasa, terisi suyakka cho'zilgan, pardasidan quyuq qora suyuqlik tomayotgan, bosh rozetkalari uning ichiga zerikarkan, skelet qolini ko'tarib, "Sen hozir bizdansan", deb qichqirdi. Karim qichqirdi, uni chetga surib, orqa eshikdan kirdi. Shunda qishloq yana o'zgarganini, ko'chalar labirintga aylanib ketganini, uylar tirik labirintga o'xshab tartiblanganini, har bir burchak uni indamay, tikilib, kutib turgan. Har soniya o'tgan sayin balandroq shivirlayotgan qishloq aholisi tomon yetaklayotganini ko'rdi. Vahima kuchaydi, lekin Karim uzoqdan ko'tarilgan singan minorani ko'rdi va u tomon yugurdi. Tong otguncha chekka topishga bo'lgan yagona umidi uni abadiy tuzoqqa solib qo'ydi. Lekin bolalar yana paydo bo'lib, yo'lini to'sib qo'yishdi. Qora ko'zlari oy nurida porlab, ovozlari birdaniga har tomondan: "Ketolmaysiz, bu sizning uyingiz." Ko'nglida umidsizlik paydo bo'ldi. Fonarni silkitdi, shisha parchalanib, olov yerga to'kildi. Bolalar qichqirar, ularning shakllari tunga sochilgan qora tutunga aylanib, Karimga minora yonidan otib o'tish uchun yetarlicha vaqt bo'ldi. Tongning birinchi xira charog'i ufqqa tegib, ko'chalar ortidan tutunlar erib ketayotgandek edi.
vayronaga aylandi, toki yana taqir tekislikdan boshqa hech narsa qolmadi. Karim qochib ketganiga ishonib, hansirab, qaltirab yerga yiqildi. Ammo Toshkentga qaytganida odamlar undan qochib, galati tikilib, otib ketayotganda shivir-shivir qilishdi. Oxiri bir do'sti, "Soyangga nima bo'ldi?" deb so'radi. Karim ogirildi va dahshat uni qotib qo'ydi. Yerdagi soya endi uniki emas edi. U uzoqroq cho'zildi. Qorong'i edi va u harakat qilganda, uning orqasidan ergashmadi. Aksincha, uning bosh qora ko'zlari bilan unga qaradi. Siyoh yuzida tabassum tarqaldi va o'sha kechada, oy nuri ostida, Karim xonaning har bir burchagidan uning pichirlashini eshitdi. "Qoling, biz bilan qoling" va u olimdan ham chuqurroq qo'rquv bilan tushundi. U hech qachon Lapata Gavondan qochib qutula olmagan, chunki qishloq sizni bir marta belgilab qo'ysa, uning la'nati ergashadi va siz nihoyat taslim bo'ladigan tunni sabr bilan kutadi.